Urgutdan kelgan mehmonimizni ishlari bitdi. Polni injektor sistemasiga o'tkazib berdik. Bundan tashqari bu mashinamizni eshik regirovkalarini qilib berganmiz. Polni bitta barmoq bilan yopiladigan bo'lgan, hammasi ideal chiqqan. Shuma izolyatsiyalari full bo'lgan. 903 pultlarni uстановка qilib berganmiz. Hozir emotsiyalarni egalarni o'zlaridan so'raymiz. Muxtor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bu qanday chiqdi mashin? Haydab ko'rdingiz, emotsiyalarni bitta ayting, xalq ko'rsin. Qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti? Mashinni yangi oluvdik salondan. Sho'ttirish yoqdan baxtan ko'rdik. Tag'in internetdan ustalarni mahniy qilyapti ekan deb haydaganlarni ko'rib qiziqib olib keluvdik. Ustalar zakonni o'rnatib berdilar. Endi yo'lda haydab ko'rdik, yurishlari yaxshi. Yangiga ham bilingan injektor tortishlari, yangi mashina baribir farq qilgan. Tortishlari birga bir farq qildimi? Farq qilgan. Chiroyli yuryaptimi? Siz ishimizdan rozimisiz aka? Kimga shunaqa xizmatimiz qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Любой vaqt aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib bitkazib beramiz.